إلهنا مآد لك مليك كل من ملك. Navbatdagi savol, ustoz, o'z farzandini iboralar uchun uzr so'rayman. Haromi, yetim, eshak, it deb so'kadigan bo'lib ham qo'shnilar eshitadigan darajada shunday qabih so'zlar bilan so'kadigan ayollarga bir nasihat qilsangiz. Bismillah vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Haqiqatda ham bu juda ham yaxshi bir tanbeh bo'ldi. Mo'min kishi bunaqangi fahosh bo'lmaslik kerak. Ya'ni bo'lib ham haromi deyishligi, bu haromi degani zinodan bo'lgansan degani. Bu bilan kimni so'kyapti? Zinodan bo'lgansan degani bu kim tuqqan uni? O'zi tuqqanmi? Men seni zinodan tuqqanman deganida bu. Bu degani men zinokorman degani bo'ladi. Yoki eshak deyishligi masalan bolani va hokazo. Mana bu narsalar ya'ni bu hamma tomondan zarar. Birinchidan sum'asiga zarar eshitgan odamga, mo'min kishini tabiatiga, xulqiga to'g'ri kelmaydigan narsa bular. Shuning uchun ham inson tilini yaxshilikka o'rgatishlik kerak. Doim yaxshiga vaqulu linnasi husna. Alloh taolo aytganki, vaqulu linnas, butun jami insonlarga chiroyli gapiringlar degan. Yaxshi gapga o'rganishligimiz, til o'sha narsaga o'rgatishlik kerak. Bu narsada o'zi asli duo ijobat bo'layotgan bir soat bo'lar ekan. Agar o'sha soatga to'g'ri kelib qolsa, ha o'l degan gapi, ko'zing ko'r bo'lsin deydi, og'zingdan qoning kelsin deydi ba'zilar. Shunaqangi bir yomon gaplar gapirishni boshlaydiki, tinmay vaj qarg'aydi. Ana shu paytda duo ijobat bo'layotgan soatga to'g'ri kelib qolsa, ijobat bo'lsa nima bo'ladi? Ko'zing ko'r bo'lsin deb turgan joyda bolasini ko'zi ko'r bo'lib qolsa, xursand bo'ladimi odam? O'sha uchun bu narsalarni o'ylab gapirish kerak. Ya'ni bir agarda o'sha duo qilayotgan paytda duo ijobat bo'lish soatiga to'g'ri kelib qolsa, bu qiyin bo'ladi bu. O'sha aytgan narsasi bo'lib ketib qoladi. Ko'zing ko'r bo'lsin desa ko'r bo'lib qolsa, o'l degan joyi bo'lsa, ko'zing oqib tushsin deydi, boshqa deydi, og'zingdan qoning kelsin deydi, juda yomon gaplar gapiradi. Mana bu narsalar umuman to'g'ri kelmaydigan narsalar. Bo'lib ham agarda duosi ijobat bo'lib qolsa, onaniki, otaniki yana ham munkar bu narsa bo'ladi. Shuning uchun undan ko'ra farzandiga manfaatli bo'layotgan gaplarga tilni o'rgatish kerak. Inson tarbiya bilan o'zi masalan farzandlarga tarbiya berishdan oldin o'zimiz tarbiyalashligimiz kerak. Biz farzandlar unday bo'lib ketdi, bular bunday bo'lib ketdi deb kimga qarasangiz, yosh kattalar yoshlardan shikoyat qiladi. Lekin yoshlar shu bizning mahsulotimizda shular. Mana shu yoshlarga o'zi tarbiya berish kerak. Bu tarbiyani amaliy inson o'zi voqeda ko'rsatish kerak. Hamma o'zini o'zi isloh qilaversa, butun jamiyat isloh bo'ladi. Vallohu a'lam.